Ispaniyaning Orense provinsiyasidagi o'rmonni yong'in qopladi. Hozirgi vaqtda yong'in 2000 gektar maydonni egallagan. Tabiiy ofat yuqori tezlik bilan aholi istiqomat qilgan hududlarga yaqinlashib qolgan. Ko'plab yashovchilar xavfsizlikka ko'chishga majbur bo'lmoqda. Күтүүсүз жерден катуу шамал болуп кетти. 20 минуттадан кийин баарыбыз бул жерден кетүүгө аргасыз болдук. Өрт өчүрүүчүлөр дароо жетип келишти. Кырсык жекшемби күнү башталган. Катуу шамалдан алай тез жайылып кетти. Yong'in falokati mahalliy yashovchilarga xavf yaratgani sababli provinsiyada favqulodda holat e'lon qilindi. Ma'lumotga ko'ra, hozirgi vaqtda bitta uy to'lig'i bilan yonib ketgan. Xavfsiz yerga ko'chirilganlarning soni hozircha noma'lum. Yong'inga qarshi kurashish xizmati xodimlarining so'zlariga ko'ra, shamol sabab yong'in tez yoyilmoqda. Shu sabab uni o'chirish qiyin bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda yong'in bilan 20 o't o'chiruvchi guruh kurashmoqda. Shuningdek, 6 vertolyot, 9 samolyot va og'ir texnikalar jalb qilingan. Voqea bo'lgan yerga texnik mutaxassislar va o'rmon xo'jaligi xizmatining vakillari kelishgan.